erkak sevgisini qanday bilsa bo'ladi? Yoningizda bemalol o'sira oladi. Seriously? Sizni sevsa o'zini bemalol tutadi. Qonim og'riyapti, chichib qo'yaman degan gaplar kekiradi, o'siradi. U haqiqatdan sevadigan bo'ladi. Hamma qilig'ini sizni yoningizda qiladi. Nima deydi, anavi xatti-harakatdancha masalan o'ynashga ham chiroyli muomala qilish mumkin, gullab berish mumkin, boshqa qilish mumkin, lekin hammani yonida ham bemalol pors qilib o'sira olmaydi. Sizni sevgan erkak, sizni o'ziniki deb qabul qilgan, boricha ko'rsata oladigan erkak bu har doim o'siradigan. Ye. Bu opani qarang. Erkak chin dildan sevsa, qizni yonida jar-jurt o'sirar ekan. Qizga aytadi, yigit, seni juda qattiq sevaman. Buni qanday isbotlashni bilmayapman. Qani o'siringchi? Ya, bu bo'lmaydi bu. Qattiqroq o'siring. Bu yaxshi sevmas ekansiz meni. Qattiq sevmas ekansiz meni deydi. Jonim deydi, men seni juda qattiq sevaman. Part tishib olsa. Agar qiz ham yigitni sevsa, u ham o'sirish kerakmi? To'g'ri, opalarni qaranglar. Part oldida o'siradi deydi. Endi zo'r yo'li topdi, bo'lmasa sevmasa ham borib o'zirgisi kelsa, part o'sirib kelaver, men sevaygan deb o'ylaydi. Kechqurun uyga borib svetlarni o'chirib, romantik muzika qo'yadi. Jonim, men seni sevaman. Part